Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Amerika prezidenti Jo Bayden Amerikaning Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qilganligini jakarladi. Bu harakat Beijingning qattiq tanqidiga uchradi. Dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarda boykot qilish chaqiriqi kun sayin kuchaymoqda. Yaqinqi yillardan buyon tantarbiya dunyosida talash tortishlar davomlashmoqda. Houston Rockets komandasining sobiq bosh direktori Daryl Morey Twitterda 2019-yili Hong Kongni qo'llaydiganligini e'lon qildi. Enes Kanter yaqinda Boston Celticslar komandasi bilan o'ynaganda Xitoyning Sharq Turkistondagi turkiy xalqlar va Tibetlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlik qilish jinoyatini aybladi. Xitoy tennis top cho'lpini Peng Shuai bu yilning boshida yo'qolib ketdi. U Xitoyning yuqori darajalik bir amaldorining rezil taklifini oshkora qildi. Xalqaro Olimpik komiteti Peng Shuaining yo'qolib ketishini bir taraf qilganligi uchun qattiq tanqidga uchradi. Ayollar tennis top jamiyati Xitoydagi barliq musobaqani vaqtincha to'xtatdi. Aqsaray bayonotchisi Ned Price 7 dekabr kundagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va inson haqlari dafsanchiligi, insoniyatga qarshi jinoyati uchun 2022-yillik Beijing qishloq tantarbiya musobaqasiga Amerikaning hech qanday diplomat va rasmiy vakil avatmaydiganligini, buning Amerika komandasini davomli qo'llaydiganligiga ta'sir ko'rsatmaydiganligini, Amerikalik tanrakatchilarning qatnasha oladiganligini e'lon qildi. Aqsarayning axborot kotibi Jen Psaki dushanba kuni hukumatning Olimpik mastanasi bo'lmaydiganligini aytdi. Nancy Pelosi xonim, biz cho'qim tanrakatchilarimizni qo'llashimiz va tabriklashimiz kerak. Amerika va dunyo bu o'yinlarga rasmiy ruxsat qila olmaydi. Olimpikni irqiy qirg'inchilik va kishilik huquqqa daxl taruz qilgan davlatda o'tkazishda xatolik yo'qdek ilgirlayolmaymiz dedi. Bir qism amerikalik siyosiyonlar diplomatik boykot qilishning yetarli bo'lmaganligini aytdi. Kengash palata a'zosi Tom Cotton buni yerim tadbir deb qaradi. U hukumatning bu o'yinlarni butunlay boykot qilish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika e'lon qilgandan keyin Yangi Zelandiya seshanba kuni vakillar umiga avatmaydiganligini aytdi. Angliya va Avstraliyani o'z ichiga olgan boshqa davlatlarning boykot qilishni o'ylashayotganligi ma'lum bo'ldi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bayonotchisi bayonotida Amerika faqat tantarbiyani siyosiylashtirish orqali bo'linish paydo qilib qarshi ishlashni keltirib chiqaryotdi dedi. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi boykot qilishni Olimpik nizomnomasining ro'yini ig'ir darajada burmalash deb atadi. Bayden hukumatining 2022-yillik qishloq Olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qilishi 1980-yildagi Amerikaning boykot qilishiga yetmaydi. Ayni vaqtda u tanrakatchilarni Moskva Olimpik tantarbiya musobaqasidan chekindirib, Sovet ittifoqining Afg'onistonga tajovuz qilishiga qarshi turgan. Amerika 2028-yili Los Anjelesda yozliq Olimpik tantarbiya musobaqasi o'tkazmoqchi ekan. Chegara tanımaydigan muxbirlarning yangi dokladida aytilishicha, Xitoy dunyodagi jurnalistlarni, muxbirlarni tutqun qiluvchi eng chong davlat bo'lib, hozirga qadar kam degandimi 127 nafar muxbirni qo'lga olgan. Axborotchilikqa qarshi misli ko'rilmagan bostirish harakati olib borgan bo'lib, Xitoy virusi sababidan axborot cheklamasi texmi nacharlashgan. Xitoy virusi haqida doklad berganlik uchun kam degandimi 10 jurnalist va tor obzorchisi qo'lga olingan. Tashviqot gruppasining 42 betlik dokladida xotirilanishicha, Xitoy terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, nurg'ulg'an Uyg'ur muxbirlarini tutqun qilgan. Dokladda aytilishicha, chet eldagi diplomatik vazifalarni ishlatib, muxbirlarga hujum qilish, axborotni qamal qilish, temalarni tekshirish, cheklash, yerlik muxbirlarni kommunistik partiyaning ideologiyasini o'rganishga va telefonga tashviqot iltimosini tushirishga majburlash, muxbirlarni qo'g'lab chiqarib o'tish yoki qo'rqitish qatorliq usullarni qo'llangan. BBC'ning muxbiri Jon Sodward Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini doklad qilganlik uchun tahdidga uchragan. Xitoy yana 2-oyda BBC'ning Xitoyning ichida tarqatish ijozatnomasini bekor qilgan. Beijingda turishliq Bloomberg xabarlari idorasining a'zosi Xose Fanmo 2020-yilning oxiridan boshlab qo'lga olingan. Uning delosi to'g'risida hech qanday uchur yo'q. 2021-yillik Dunyo axborot erkinligi ko'rsatkichida tuzilgan 180 davlat ichida Xitoy 177-o'rinda turadi ekan. Xitoy muxbirlarning davomli masala tug'diradiganligini, shunga ularni tutqun qilishda haqli ekanligini aytgan.
Amerika parlament a'zolari seshanba kuni e'lon qilgan keng ko'lamlik mudofaa qonun loyihasi Rossiya va Xitoyga qarshi turish tirishchanligini ko'rsatadigan bo'lib, Ukraina armiyasi uchun $300 million ajratish, Tayvanning mudofaasini qo'llash bayonotini o'z ichiga oldi ekan. Qurultayda kuchli qo'llashga erishgan ba'zi tadbirlar, ya'ni ayollarni harbiy loyihaga bo'ysundirish taklifi, Rossiyaning shimolidagi 2 tabiiy gaz turba yo'liga majburiy jazo yurgizish taklifi amaldan qoldirildi ekan. Bu tadbirni qo'llovchilar bu turba yo'lining Yevropadagi ittifoqdoshlariga ziyonli ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. 2022 moliya yili davlat mudofaa huquq qonunining Rossiya nusxasi $770 milliard harbiy xarajatni o'z ichiga oladi ekan. Bu prezident Jo Bayden talab qilgandan $25 milliard, ya'ni bulturqi xamjatdan taxminan 5% ko'p ekan. Plan bo'yicha askarlarning maoshini 2,7% oshirdi ekan. Coğrafiyalik siyosiy tahdidga taqobil turish strategiyasidan boshqa, Rossiya va Xitoyga signal berish uchun texnik ko'p aeroplan va dengiz armiyasi parxodi setib oladi ekan. 2022 yildagi davlat mudofaa huquq qonuni Ukraina qurolli kuchlarini qo'llaydigan Ukraina bexatarlik yordam tashabbusi uchun $300 million, Yevropa mudofaa tashabbusiga $4 milliard va Baltiq dengizi bexatarlik hamkorligi uchun $150 million mablag' selishni o'z ichiga oladi ekan. Parlament a'zolari yana Amerikaning Rossiyaning davlat qarzini setib olishni cheklaydigan tuzatish kirgizishni amaldan qoldirdi. Bu qonun loyihasi Tinch okeanni cheklash tashabbusi uchun $7 milliard $100 million va parlamentning Tayvanni qo'g'dashni qo'llaydigan bayonotini, shundaqla davlat mudofaa ministrligining Sharqi Turkistonda majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni setib olishni cheklashni o'z ichiga oladi ekan. Davlat mudofaa huquq qonunining 61 yil kuchga ega bo'lishi uchun cho'qim Avom palatasi va Kengash palatasidan o'tib Bayden tarafidan imzolanishi kerak ekan. Yotoqsiz, uysiz, saroysiz, kentsiz yashashim mumkin. So'yganlarimdan ayrilib qolishim mumkin. Yaqinlarim xiyonat qilishi mumkin. Hamma narsamdan ayrilib yashashim mumkin. Ammo bayroqsiz mavjud bo'lishim asla mumkin emas, deydi Turk shoiri Arif Nihat Asya. Buningdan eng oxirgi nafasga qadar vatan uchun kurash qilishdan iborat yashash maqsadi, umrning ma'nosini ko'rib olish tez emas. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.